Assalomu alaykum barcha muxlislar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bilasizlarmi, oldingi hafta bitta hodisa ro'y berdiki, biz butun jamoamiz bilan bu narsani chetlab o'ta olmadik. Qozog'istonda Offside degan serial chiqdi. Juda ham yaxshi serial, juda ham ko'p shov-shuvlarga sabab bo'lgan serial bo'ldi bu. Salam Entertainment degan production bor. Bu juda ham ko'p seriallar olishadi, juda ham dolzarb mavzuda seriallar olishadi, ayniqsa korrupsiya, ludamaniya, moshennichtство, ayniqsa oxirgi paytda shu kartadan pul yechib olishlar, odamlarni aldab ketib, har xil moshenniskiy sxemalarga aralashtirib qo'yishlar. Shunaqa mavzularda kino oladigan production. Va ularning chiqargan seriali, Offside seriali futbolni ichidagi qanaqa bir jirkanch, gryazniy narsalar bo'lsa, hammasini qo'ldan kelgancha ko'rsatib bergan. Bu sudyalarning o'yinni sotishlari deysizmi, bukmekerlik kontoralar bilan komandalarni kelishib olib o'yinni sotishini deysizmi, hattoki klub prezidentlari federatsiya bilan kelishgan holda o'zini o'yinini sotishini deysizmi, bularning hammasi juda ham zo'r ko'rsatilgan. Lekin shunga qaramasdan bu serial 2 marta ban oldi. Bu Instagramda ham ban oldi, bu YouTube'da ham ban oldi. Men hozir so'raydigan narsam bitta faqat. Hozir hammanglar iloji boricha bu narsani, bu videoni repost qiling. Videoning tagida opsiyaniyasi bor. O'sha opsiyaniyada o'tib, sizlar serialni ko'rsanglar ham bo'ladi. Hammaga rahmat.